Başlagan idik, yoz dedik de hem bizning radyo tinglovchilarimiz A-vitaminoz bit ul. Yo'q, yozni yoratmayman deylar. Hem mana yoz kuni ko'plar yolqovliqqa berila boshlaydi. Nechga olay? Mana shulay bir narsa ishlaysa kelmay, kayf yo'q. Buni Qish bo'yi yolqovlanib yotamiz bitingda. Hem boshqasi deylar. Ey, mana shu yolqovliqni yoz kuni bo'lgan yolqovliqni. Naq mana A-vitaminoz deylar. Topdilar. Ey, dostlar, siz nindi türlerin bilesiz yolqovliqni. Hem ona siz shundan da yolqovliq deb taniysizmi? Endi A-vitaminoz deysizmi? Yoz bilan beyliysizmi? Qo'ray joyli ekan nima? Bir ish qursalar, "Oy, bilasizmi, mening hali Kayfim yo'q. Xronik A-vitaminoz." Yo'q, men anglamadim, men pasportni qaytarga kelmaysizmi dey. Pasport ustidan kelasizmi? Yo'q, masalan, shu kelasizmi pasport ustidan. Yo'q, aytasiz, sen ham shu deb javob bera. Menda A-vitaminoz yoz ta'sir etadi. Sen aytasiz, menga gram pasport kerak, tezroq, menda chiqib bitasi kelar. Chet elga masalan unda. Qo'ray chiqib bitasi keladi. Stratyorlar. Dengiz yorina. Borib qaytasi keladi degan. Borib qaytasi kerak. Hozirgi zamonda chiqib ketasi keladi, ham borib qaytasi keladi. Turli birlar Elnar Zafarovich. Anlaşıldı. Dostlar, siz yoz kuni mana shulay yolqovliqqa berilasizmi? Ham shu yolqovliqni nechib jengasiz? Yozig'izlar bizga 897 85 55 91 5.